Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mening ismim Sarvinoz. Men bu yil 6-sinfni tugatyapman. Yaqinda maktab o'qish davri tugaydi va bizda yozgi ta'til, kanikul boshlanadi. Kanikul bu faqat dam olish, telefon o'ynash yoki bekor vaqt o'tkazish degan emas. Albatta, dam olish ham kerak, lekin shu bilan birga kanikul davrida inson o'zi uchun foydali biror narsa o'rgansa, bu juda yaxshi bo'ladi. Ayniqsa qiz bola yoshligidan biror hunar o'rgansa, kelajakda bu hunar unga albatta asqotadi. Chunki hunar insonning boyligi. Hunarli odam hech qachon qiynalmaydi. U o'z qo'li bilan nimadir yarata oladi, oilasiga yordam beradi. Kerak bo'lsa, kelajakda o'z ishini ham boshlashi mumkin. Mening ota-onam ham shu haqida ko'p o'ylashdi. Ular menga, "Qizim, maktab ta'tilda bo'sh yurmagin, yoshlikdan biror hunar o'rgansang, bu sening kelajaging uchun foydali bo'ladi", deb maslahat berishdi. Shundan keyin biz birga maslahatlashdik. Qaysi hunarni o'rgansam yaxshi bo'ladi, nimaga qiziqaman, nimani o'rgansam kelajakda foydasi tegadi. Shu haqida gaplashdik. Ota-onam menga birinchi navbatda chevarchilikni o'rganishni taklif qilishdi. Menga bu fikr juda yoqdi. Chunki chevarchilik juda chiroyli, foydali va qiziqarli hunar. Kiyim tikish, kiyimlarni tuzatish, matodan turli xil buyumlar tayyorlash, qo'g'irchoqlarga kiyim tikish, sumkachalar, soch bog'lar va boshqa narsalar qilish menga juda qiziq tuyuldi. Shuning uchun ota-onam menga katta ishonch bildirib, birinchi tikuv mashinamni olib berdi. Mana bu mening birinchi tikuv mashinam. Rostini aytsam, uni birinchi ko'rganimda juda xursand bo'ldim. Bir tomondan quvondim, ikkinchi tomondan biroz hayajonlandim. Chunki bu men uchun yangi dunyo. Men hali professional chevar emasman. Men endi o'rganishni boshlayapman. Lekin men bilaman, har bir ustoz ham bir vaqtlar shogird bo'lgan. Hech kim bir kunda usta bo'lib qolmaydi. Hamma narsa kichik qadamlardan boshlanadi. Men ham shu kichik qadamni bugun boshlayapman. Aziz do'stlar, men YouTube kanalimni ham ochyapman. Kanalimning nomi Sarvnozxon orzulari. Bu kanalimda men sizlarga o'zimning chevarchilikni, o'rganish jarayonimni ko'rsatib boraman. Qanday o'rganyapman, qanday xatolar qilaman, nimalarni eplayman, nimalarni qayta mashq qilaman. Hammasini sizlar bilan bo'lishaman. Men bu kanalimni faqat o'zim uchun ochmayapman. Men xohlaymanki, mening tengdoshlarim ham bundan ilhom olsin. Kanikul foydali o'tkazishning yo'llari juda ko'p. Kimdir kitob o'qiydi, kimdir ingliz tili o'rganadi, kimdir rassom chizadi, kimdir sport bilan shug'ullanadi, kimdir pazandachilikka qiziqadi. Men esa bu yili kanikulda chevarchilikni o'rganishni tanladim. Menimcha har bir bola yoshligidan o'z qiziqishini topish kerak. Chunki yoshlikda o'rgangan hunar insonning xotirasida mustahkam qoladi. Bugun o'rgangan narsamiz ertaga katta imkoniyatga aylanishi mumkin. Chevarchilik faqat kiyim tikish emas. Bu sabr, diqqatni, tozalikni, didni va mehnatni o'rgatadi. Tikuv mashinasida ishlash uchun shoshilmaslik kerak. Har bir chiziqni to'g'ri tikish, matoni to'g'ri ushlash, igna va qaychidan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun men bu ishni kattalar nazoratida ota-onamning maslahati bilan boshlayapman. Avvaliga eng oddiy narsalardan boshlayman. Ip taqishni, matodan to'g'ri chiziq tikishni, oddiy choklarni o'rganishni mashq qilaman. Keyin esa nasib qilsa kichik buyumlarni tikishni boshlayman. Masalan, soch bog'ich, kichik xalatcha, qo'g'irchoq uchun kiyim, oddiy fartuk yoki boshqa foydali narsalarni tayyorlab ko'raman. Mening maqsadim hammasini bir kunda
o'rganib olish emas. Mening maqsadim har kuni oz-ozdan harakat qilish, yangi narsalarni o'rganish va o'z ustimda ishlash. Ota-onam menga ishonch bildirishdi. Endi men ham shu ishonchni oqlashga harakat qilaman. Bu tikuv mashinasi men uchun oddiy sovg'a emas. Bu mening birinchi hunar yo'limdagi katta qadam. Aziz do'stlar, agar siz ham maktabda tilda bo'lsangiz, vaqtingizni bekor o'tkazmang. Albatta dam oling, o'yin o'ynang, sayr qiling, lekin har kuni ozgina bo'lsa ham foydali ish qiling. Biror hunar o'rganing, ota-onangiz bilan maslahat qiling, nimaga qiziqishingizni bilib oling. Har bir insonda albatta bir qobiliyat bo'ladi. Muhimi uni izlash va rivojlantirish. Men bugun sizlarga o'zimning yangi maqsadim haqida gapirib berdim. Bu mening YouTube kanalimdagi birinchi videolarimdan biri bo'ldi. Agar sizga mening maqsadim yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, like bosing va izohlarda menga tilaklaringizni yozib qoldiring. Sizlar ham kanikulda nimani o'rganmoqchisiz? Qanday hunar yoki mashg'ulot sizga qiziq? Izohlarda yozing. Men albatta o'qiyman. Men Sarnoz edim, bu esa Sarnozxon orzulari kanali. Keyingi videolarda men sizlarga tikuv mashinam bilan birinchi mashqlarimni ko'rsataman. Ko'rishguncha aziz do'stlar, sog' bo'linglar.